Assalamu alaykum. Aliya Sultan salonidagi barliq azizlar. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lganimiz tayyor baklava xamiridan qilingan turkcha qiymaliq börek, ya'ni turkcha taom. Bunun ketadigan materiallar tayyor baklava xamiri. Yoki bo'lmasa qo'lingizda xamir yig'ilsanlar bo'ldi xonimlar. Qo'limizda xamir yig'ilgan vaqtimizda muvofiq miqdorda un ilib, bir chimdim tuz, ozroq suvda tashlatib va sovuq suv bilan bo'shroq lag'manni xamirda xamir yig'irib olsak bo'ldi. Bu taomniki shu qo'rimsiq ketirgan materiallar tayyor shu ezvag'ana mashinada ezvasak ham bo'ldi, ushaq to'g'ravasak ham bo'ldi, tayyor go'sht, undan keyin piyoz, zanjivil, ushaq to'g'ralgan sabza, qizilmuch, ko'kmuch, samsaq, yumg'oq sut. Undan boshqa baranga men suvchilab qo'ydim. Sho'xla, ya'ni pomidordan bir talni, cho'nroq bir talni ushaq to'g'irdim. Undan keyin qurtib so'qib ilingan laza, ya'ni qizilmuch. Undan boshqa doğru dermeklerden tuz, kavavicin, qarmuch. Eng muhimi pisa qatlamsiz ishlatadigan qirg'ichdan o'tkazib ilingan pishloqqa xonimlar. Mush narsalar ketadi. Oldi bilan biz mush qiymasini qo'rib olamiz. Xonim qizlar, qozonga muvofiq miqdorda moy quyib olamiz. Moy qizigandan keyin oldi bilan mush piyoz bilan zanjibilni silib olamiz. Juma. Bismillah. Piyoz bilan zanjibilni silib sarg'aygacha qo'rib olgandan keyin andan keyin go'shtni silib qo'raymiz. Mana piyozimiz qo'rilib olgandan keyin xonimlar, endi go'shtimizni silib, go'shtimizni undan suyutkich qo'raymiz. Xonimlar, go'shtimiz qo'rilgandan keyin sabzimiz bilan barangini solamiz. Chunki men sabzi bilan barangidan pishirsa uzoq vaqt ketadi, shunga shu tez pishadigan ko'ktatlarimizni başta silib, o'tdan qo'rib olgandan keyin endi sho'xlini solsak bo'ldi. Xonim qizlar, barangi bilan sabzimizni qo'rilib qoldi. Endi mana sho'xli bilan so'qqan lazimizni, andan keyin tuzni sepamiz, xonimlar. Xonim qizlar, men listimizni maylab olgandan keyin men tayyor baklava xamirimizni mush listimizga kelgidek shaklda qo'yib olamiz, xonimlar. Qo'yib olgandan keyin men piyolada hozir bir tal tuxumning oq sirg'i, 2 qo'shdan ortiqroq tushtilgan sumay, ozroq sut. Shuni ondan aralashtirib, men xamirimizga cho'tka bilan surib chiqamiz. Buni surishdan maqsad men xamirini yumshatishmi, bu xamir bir xil qurg'oq xamir bo'lg'achqa, bu shaklda surib chiqamiz. Buni shu baklava xamirimizning nepiz bo'lg'achqa odatda men 10 qavat qilmoqchi, 10 qavat xamirni shunda surib to'p-to'pisga chaplashtirib bo'lgandan keyin endi men qo'rib olgan qiymimizni yapaman. Odatda oilada xamir yig'ilsanglar 5 qavat qilsanglar bo'ldi. Xonim qizlar, mana 10 qavat xamirni men orasiga shu boy tanshib olgan suyuqligimizni surib qilib chiqdim. Endi men qo'rib olgan qo'rbimizni tekshi yeyitib chiqamiz. Shuni qiliroq yeysak bo'ldi. Bir qavatli olamiz qiymini. Yeyitib bo'lgandan keyin ustiga boy biz qirg'ichdan o'tkazib olgan shu pisa qatlamisiga soladigan pishliqimiz bor-ku, ashuni bir qo'r quyuq sepib etib, ustiga yana 10 qavat xamirni o'xshash usulda yepishtirib chiqamiz, juma. Xonim qizlar, mana mush qiymimizni bir qo'ra qo'yuq berib chiqdim hozir. Endi buning ustiga qirg'ichdan o'tkazib olgan pishloqni qo'yuq sepib chiqamiz, xonimlar. Qo'yuq sepib etgandan keyin bir qo'r yeyitimiz, yeyitib bo'lgandan keyin anandan keyin shu ustiga yana 10 qavat xamirni o'xshash usulda har bir qavatning orasiga boyiq aralashmani cho'tkamiz bilan surib yepib chiqsak bo'ladi. Xonim qizlar, mana ustidagi 10 qavatni yepib bo'ldim. Jami 20 qavat bo'ldi. Endi buni biz shu xuddi turk baklavasini kesgandek, uningdek bek ushaq kesib etmay, mushta katakchi shaklda nech katakka ayirib olamiz. Shunda ayirib olgandan keyin anandagi ustiga yaxshi ko'rsanglar kunjut sepib etib, yaxshi ko'msanglar shu bitti bo'yicha pishirsak ham bo'ldi, xonimlar. Xonim qizlar, mana bu qiymaliq börekniki eng ustiga tuxum sirg'i surgandan keyin men yong'oq meg'izini yalpaqlab to'g'rab sepib etdim, xonimlar. Mayli oq qor kunjutlarni aralashtirib sepsanglarmi bo'ladi. Duxovkada 180 gradusda men 30 minutdan 35 minutgacha pishirib olaman. Pishib chiqqan holda ko'raylamsa. Mana xonim qizlar, bu qiymaliq böreklarimizni pishib tayyor bo'ldi. Mana bir parchasini olib qo'yay. Bak qiziq xonimlar. Mana pishib tayyor bo'ldi. Aralari shunchalik qat-qat, shunchalik chiroyli. Qarab yegizgidek börek bo'ldi bu. Oilada chuqur bir sinab qilishinglarni umid qilaman, xonimlar.
Bugünkü dersimiz tamam. Allah'a emanet.